الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Azizlar, Alloh taolo barchalarimizga ushbu muborak oyni mag'firat dahalarini ham xuddi rahmat dahalaridek barakotlik, nomga yarasha mag'firatlik, bo'lmoqlik o'zi muvaffaq aylagan bo'lsin. Mana shu oylarning sharofatlari, barokatlari tufayli sizlar mana hozir masjidimizga siz azizlar bilan diydorlashmoqlik, sizlar bilan ushbu oyni fazilatini, barakotini baham ko'rishlik ma'nosida ustozimiz O'zbekiston musulmonlari diniy idorasining raisi muftiy hazratlari tashrif qilib kelganlar. Men hozir mamnuniyat bilan so'zni hazratga bersam, bularni albatta hamdulillah sahihlari, duolari, tabriklarni tinglasin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Assalomu alaykum aziz mo'min musulmonlar, otalarimiz, aka-uka, yor do'st birodarlarimiz, farzandlarimiz. Alloh taboraka va taoloning dargohiga hamd va sanolarimizni, shukronalarimizni beadad va behisob aytmoqligimiz darkorki, bizning diyorimizga tinchlik, osoyishtalik ne'matini nasib qilib, Ramazon sharifini kelishligini juda ham katta shukuh bilan bo'lishligini nasib qilib qo'ydi. Ramazon sharifning shukuhi, buni biz til bilan aytib ta'rifini bera olmaymiz. Rahmat oyi, bu mag'firat oyi, bandalarning Alloh taborak va taolo ularga mehribonchilik qiladigan bu oy, gunohlarini mag'firat qiladigan oy. Mana hozir gunohlarni mag'firat qiladigan dahaning oxirlarida turibmiz. Va butun respublikamiz masjidlari bo'ylab Allohning kalomining xatmi jaranglayapti. Mo'min musulmonlarning qalbi yayrayapti. Tanalari rohat qilyapti. Ayniqsa yosh farzandlarimizning hamma masjidlarimizda, biz bugun Toshkent misolida oladigan bo'lsak, shahar masjidlarida navbati bilan mo'min musulmonlarni tabrik qilib yurayapmiz. Yoshlarimizni ko'rib odamning havasi keladi. Qanday bir odob bilan, qanday axloq bilan juda tartiblik namozga yondashib qilayotgan ibodatlarini ixlos bilan qilayotganlarini ko'rib odamning qalbi xursand bo'lib yayraydi. Shu kunlarga yetkazgan Tangrimizga beadad shukronalarni aytamiz. Qarangki, mana diyorimiz, butun respublikamizdagi shaharlar, qishloqlar kundan kunga obod bo'lyapti, farovon bo'lyapti. Bularni biz albatta qadriga yetmoqligimiz kerak. Qancha joylarda hozir katta aholi punktlarini suv bosib ketyapti. Boshqa ofatlar Ramazon-i Sharifda ham Ramazon-i Sharifni hurmatini qilmasdan jangu jadallarni qilayotgan joylardan xabarimiz bor. Bizda esa kechasi yarim tunda yuradimi, ertalabmi, saharmi osoyishtalik hukm surayotgani bu Parvardigorimizning bizga bergan ulug' ne'mati. Mana sizlarda ham Allohning kalomini xatmi davom qilyapti ekan. Biz buni bildik. Alisher qori shogirdimiz, talabamiz sizlarga chiroyli Allohning kalomini yetkazib beryapti. Tik oyoqda turib sizlar somiyasi bo'lyapsiz. Domla
Isojon domlaning so'zlari Xudo xolasa inshaalloh 27-qadr kechasiga bu xatmul Qur'onni tugatamiz degan niyatlari bor ekan. Parvardigor ana shu niyatga hammangizni erishtirsin. Qur'oni Karimni Alloh taborak va taolo Hazrat payg'ambarimizga nozil qildi. Nozil qilganda ham har bir voqeani bir tafsiloti bilan, sababi bilan oyatni vahiy qilib tushirdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mushriklardan ko'p ozor chekar edilar. Gohida muborak xotirlari malol bo'lib qolardi, malul olardilar. Shunda xafa bo'lib turganlarida Alloh taboraka va taolo Qur'oni Karim oyatlarini tushirib, Habibini, eng sevimli payg'ambarining qalblariga taskin beradi. Mana hozir qorimiz o'qib o'tdilar, ko'p uzoq yuqoridan o'qib kelayotganlari. Bir joyda mana shunday payg'ambarimizga bir tasalli bergan joyi bor. Alloh taborak va taolo aytadiki: "Ey Muhammad alayhissalom habibim, boshqa o'tgan payg'ambarlar Nuh alayhissalom, Ibrohim alayhissalom, boshqa Yaqub, boshqa hamma payg'ambarlar ko'pchiligining nomlarini keltirib, ana shularga biz qanday vahiy qilgan bo'lsak, sizga ham ana shunday Qur'oni Karimda vahiy qilamiz" deydi. Bu o'tgan payg'ambarlarning ba'zilarining nomlarini sizga aytdik, ba'zilarining nomlarini sizga aytmadik deydi. Shu oyat nozil bo'lgandan keyin sahobiy kiromlar Hazrati Sarvari koinotdan so'ragan ekanlar: "Ya Rasululloh, otamiz bilan onamiz sizga fido bo'lsin. Yer yuziga yuborilgan payg'ambarlarning soni qancha?" deb so'ragan ekanlar. Bu oyatdan keyin ba'zilarining nomi aytilindi, aytilinmadi deganlar. Shunda Hazrati Sarvari koinot sallallohu alayhi va sallam marhamat qilgan ekanlarki, yer yuziga yuborilgan payg'ambarlarning adadi 124,000 bo'ladi degan ekanlar. Ana shundan 333 talariga sahifa kitob nozil bo'lgan rasul degan nom olgan. Qolganlari nabiy bo'ladilar deb aytgan ekanlar. Hazrati Ibrohim alayhissalomga sahifalar nozil bo'lgan ekan. Ana shu sahifa Ramazon sharifning hurmati, buning izzati, martabasi, darajasi baland oy bo'lganligini Alloh taborak va taolo bildirib ma'lum qilyaptiki, Ibrohim alayhissalomga payg'ambarga biz nozil qilgan sahifalarni Ramazonning birinchi kechasi nozil qilgandik deydi. Bundan 700 yil o'tgandan keyin Hazrati Musa alayhissalomga Tavrotni nozil qildik. Bu Ramazonning 6-kechasi edi deb aytadi. Va undan keyin 1200 yil o'tgandan keyin Davud payg'ambar alayhissalomga, Davud alayhissalom ham podsho bo'lganlar, ham payg'ambar bo'lganlar, ham kitob nozil qilingan, Zabur nomli kitobni nozil qildik 1200 yildan keyin. Ana endi Zabur kitobidan keyin, Davud alayhissalomdan keyin Iso alayhissalomga, Iso ibn Maryamga biz Injil kitobini 500 yildan keyin nozil qildik. Oxirgi Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga nozil qilingan Furqon, Qur'oni Karim, biz hozir tilovatiga somi bo'layotganimiz bu Qur'oni Karim 600 yildan keyin Hazrat payg'ambarimizga nozil bo'lgan ekan. Ana bu Ramazonning 27-kechasida nozil bo'lgan ekan.
Ana shunday voqealarni Qur'oni Karimda qorimiz o'qib o'tyapti. Biz orqada turib, agar zohiran tushunmasak-da, lekin qalbimiz bilan har bir mazmun mohiyatini ilg'ab olyapmiz. Ixlos bilan turgan kishi shunday bo'ladi. Alloh o'zi insonning qalbiga yetkazib, ta'sirini o'tkazib boraveradi. Ana shunday voqealarni mana qorimiz o'qib o'tyapti. Yana bir narsani aytishimiz lozimki, Hazrat payg'ambarimizga juda ko'p aziyatlarni mushriklar berganda, bir kuni Abu Jahl bu Muhammadni namoz o'qib sajda qilib turganda boshiga tosh bilan uramanda majaq qilaman, halok qilaman degan noo'rin fikr bilan harakat qilgan ekan. Bir katta toshni ikki qo'llab ko'tarib kelib payg'ambarimiz sajda qilib turganlarda urmoqchi bo'lsa, Alloh taborak va taolo Hazrati Jabroilga aytgan ekanki, ey Jabroil, borganda uni joyida qotirib qo'ygin degan ekan. Shunda qo'lida toshni ko'targan ikki qo'li bilan joyida qotib qolgan ekan. Undan boshqa bir mushrik endi borib, men qilayin, bu Abu Jahl qila olmadi, joyida qotib qoldi, bu qo'rqdi. Qo'rqqani yo'q, u joyida qotib qimilla olmay qolgandi. Allohning izni shunday bo'lgan. Endi bu kelib yana bir toshni olib kelib uraman desa, hamma atrofini Alloh to'sib qo'yib, ko'zini ko'r qilib qo'yadi. Mana payg'ambarni qanday Alloh taborak va taolo saqladi. Ana buni bilib turgan Hazrat payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam albatta xafa bo'lib qolardilar. Men bir haq dinni targ'ib qilmoqchi bo'lsam-u, bular menga bunaqangi dushmanchiliklar qilsa deb xafa bo'lganlarida Alloh taboraka va taolo Qur'oni Karimda yuqoridagi payg'ambarlarning ba'zilarining boshlaridan o'tgan voqealarni payg'ambarimizga Qur'oni Karim bilan vahiy qilib bayon qilib beradi. Hazrati Musa alayhissalom ham Musa alayhissalomni Alloh bayonni qilib Hazrat payg'ambarimizga aytadiki, ey Habibim, siz ko'nglingiz taskin topsin, tasalli bo'lsin. Sizdan avvalgi o'tgan payg'ambar Musa alayhissalomga ham qavmi juda ham ko'p aziyatlarni berdi. Ko'p aziyatlarni berdi. Hatto qavmini endi yo'lga yurgizib Alloh taboraka va taolo bilan so'zlash uchun Turi Sinoga borganlarida Alloh taborak va taolo aytgan ekanki, ey Musa, fahlana alayk. Oyoq kiyimingni yechgin, bu muqaddas tog' keldik desa, oyoq kiyimini yechsa, keyin Alloh bilan shu joyda gaplashsa, uning mohiyati Allohning o'ziga ma'lum, bandaga ma'lum emas. Gaplashib Alloh taborak va taolo Musa alayhissalomni Fir'avnga borib muloqot qilishga tayyorlayotgan edi. Qo'llaridagi asoni aytdiki, bu asoni yerga tashagin dedi. Ana Qur'onda kelyapti bular hammasi. Yerga tashagin, yerga tashaganda katta ajdaho bo'lib qoldi. Shunda Hazrati Musa alayhissalom biroz qo'rqib qoldilar. Seskanib tushdilar. Shunda Alloh taborak va taolo vahiy qilib aytdiki, ey Musa, qo'lingni ko'ksinga qo'ygin dedi. Ko'ksinga tiqgin. Ko'ksilarga qo'llarini qo'yganda taskin topib, haligi qo'rquv ketdi. Shunda endi o'sha ilonni yelkasiga qo'lingni qo'y dedi. Qo'lni ilonni yelkasiga qo'yganda aso bo'lib qo'liga ilindi. Ana shuni Fir'avnga borganda asonga tashlaysan dedi. Mana shundan odat bo'lib qolgan ekanki, kimki bir narsadan seskanib qo'rqib qolsa, kechasimi kunduzi qo'lini ko'ksiga qo'yib biroz tursa, o'sha qo'rquv ketar ekan. Mana shunday voqealarni Alloh taborak va taolo Hazrati Habib payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga ibrat boshqa ummatlarga uchun va u kishining ko'ngillariga taskin uchun bu voqealarni Qur'oni Karimda keltiradi. Keling azizlar, endi hozir sizlarni mana shunday ulug'
Qur'oni Karimning xatmini davom bo'lishlik bilan tabriklab, Ramazoni Sharif bilan tabriklab, yoshlarimizni hamma vaqtda bizning nasihatimiz xuddi mana shunday tartibda ibodat qilishga chaqiramiz. Ota-onangizlarni avval hurmat qilib, ularning duolarini oling. Namozdan keyin borganda onasi bor kishilar, onay mehribonlari hayot bo'lganlar, borib onalarning peshonasidan bitta o'pib qo'ysa, Alloh unga jannatni nasib qiladi. Mana onani mana shunday Alloh yuqori ko'tarib qo'ygan. Peshonasidan agar o'g'li farzandni o'psa, ana shu farzandga Alloh jannatni munosib qiladi. Nasib qiladi. Borib onalarning hurmatini, otalarning hurmatini qilib, ularning duolarini olsangiz, mana shu odob axloq bilan yurtimiz, elimiz, diyorimizga bir sodiq, solih bo'lib xizmat qilsangiz, Alloh yana ne'matini beraveradi. Ko'p ne'matini beradi hali. Mana qarang, yurtimiz hozir Toshkent shahriga bir chiqib aylanib ko'ring. Ko'pchiligingiz aylanyapsiz. Bizlar chunki har kuni bu yerdan kechasi 12 dan keyin birlarda ketamiz. Men Do'rmonda turaman. Borguncha shunaqangi, kelguncha tomosha qilib, har kuni bitta o'zgarish bor. Bu nimadan? Bu tinchlikning sharofatidan. Alloh shunday tinchlikni bizga berib qo'yibdi. Buning qadriga yetishimiz kerak. Kecha bir mehmonlar sharofati bilan bu joylarga bir Allohning yo'lida qurbonliklarni qildikda, keyin aytishib qolishdiki, shahar hokimi taqsir, mana bu Oloy bozorni bir yaxshi ta'mir qildik. Shunga kiringda bir duo berib keting. Anvar Qoraka bilan birga borib bozorni ko'rdik yangi. Ana endi mana bu joydagi milliylik, mana bu joydagi zamonaviylik, boshqa hamma sharoitlar shunaqangi qilinganki, endi bunga tahsin aytmasdan boshqa hech choramiz yo'q. Bunga shukr qilishimiz kerak. Mana shunday shaharlarimiz obod bo'lishligi, bozorlarimizning obod bo'lishligi, xalqimizning farovonligi, Ramazon Sharifning shukuhi hammasi tinchlikka bog'liq bo'ladi. Keling azizlar, bir duo qilaylik. Parvardigoro, avvalo mana shu go'zal jannat makon diyorimizga, elimizga, yurtimizga juda ham katta ulug' ne'matlaring, osuda hayot, tinchlikni barqaror qilib berib qo'yding. Ana shu ne'matingni doimiy qilib bergin, abadiy qilib bergin. Yurtimiz, diyorimizni o'zing ofat, kulfat, samoviy arodiy balolardan asragin. Yoshlarimizning qalblariga iymon nurini munavvar qilib, bundan ham ziyod tarqatgin, ziyoda qilgin. Ular ota-onalarini, momo-bobolarini, mo'ysafid otalarimiz, onalarimizni, kattalarimizni hurmat qilib, ularning duolarini olishligini musharraf aylagin. Mana hozir men kelishda bir televizorga qisqagina qarab qoldim. Xitoy Respublikasining raislari kelib, muhtaram prezidentimiz bilan birgalikda katta mana bu Qamchiq davomidagi Angren Pop yo'nalishdagi temir yo'l tunnelini ochdilar. Monitoringda ko'rib ochdilar. 19 kilometrdan ziyod tunnel. Ana shu temir yo'l vodiy bilan Toshkentni bog'laydigan yo'lga tushdi, ishga tushdi. Bu ham tinchligimizning sharofati. Bu ham katta gap juda. Mana oldimizda juda katta ko'p prezidentlar, davlat boshliqlari kelgan katta anjuman, Shanxay hamkorlik tashkilotining bir anjumani bo'ladi ertaga. Ular kelishgan, mana Samarqand, Buxoro aylanib kelishdi ko'pchiligi. Ertaga Hazrati Imom boshqa joylarga, minorga kelishadi. Ana shu anjumanlarning chiroyli bo'lishini o'zing nasib qilgin. Kelgan mehmonlarimiz xursand bo'lsinlar. Ular bizning o'zbek xalqining qanday osoyishta hayot qilayotganligini, ahli inoq hayot qilayotganligini ko'rib, bu joydagi taraqqiyot farovonlikni butun o'zlarining borgan diyorlariga, mamlakatlariga, dunyoga tarannum qilishligini o'zing nasib qilgin. Ular xursand va quvnoq bo'lib ketsinlar. Alloh taborak va taolo mana shu diyordagi qilinayotgan har bir ishlarni barokatini o'zing bergin. Xalq va elini to'g'ri yo'ldan boshlab borayotgan muhtaram prezidentimizning olib borayotgan xayrlik ishlarida
o'zing yor va madadkor bo'lgin. Kelgusi yillik shu bugunlik Ramazon shariflarga barchalarimiz sog' omon yetib kelmoqligimizni o'zing musharraf aylagin. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain. Bu masjidda bosh bo'lib turgan Isoqjon domla, bu domlamizda hamma biz faqih domlamiz, faqih imomimiz deymiz. Masala masoil fiqh to'g'risida ko'p taraddudlari bor, harakatlari, ilmiy ijodlari bor. Ilmiy ijodlariga barakotlarni bergin. Noibi imomlar, mutavalli hay'at raislari, hay'atlar, taftish hay'ati raislari, qavm barchalariga baxt saodatlarni bergin. Allohning kalomini tek oyoqda turib, Allohning kalomining hofizi Alisher shogirdimiz, talabamiz sizlarga Qur'oni Karimni yetkazayotgan ekan, Parvardigor yana ham muhofazasiga yuqori martabalarni bergin. Dunyoga keladigan zurriyotlarini Qur'oni Karimning hofizlari bo'lishligini nasib ro'za aylagin. Ular ham xalq va el, xaloyiq, mo'min musulmonlarga o'zingning kalomingni tik oyoqda turib yetkazib bermoqlarini nasib ro'za aylagin. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rohimin. Hazretlerden hamdlarga duo qilaylik. Muborak oqshomlarda mag'firatlarini amin. Alloh taoloning bizlarni marjumachi qavmimizni, jamoatimizni izzat va hurmat qilib, o'zlarining hurmat maqsadlarini ayolasidan tashrif qilib kelgan Hazretlarning qadamlariga hasanotlar vazifa o'zing maqom martabalar dunyoda va oxiratda ham yuqori oliy muvaffaq o'zlarining ilmiy organlariga ishlari, faoliyatlari, ijodlari va xalqimiz, mo'min musulmonlar hayotlari farovonchiligi yo'lida olib borayotgan barcha amaliyotlarga barakotlar, muvaffaqiyatlar va yutuqlar bergan. Alloh o'zlarini ham yaxshi niyat orzu va maqsadlarga erishib, avvalo oilaviy baxt saodat nasib qori bo'lgan farzandlarini, Qur'on farzandlari bor, ularni navara, chavara, avvallarni huzur halovat rohatlarini ko'rib, duo go'ylari bo'lib, hammalarimiz duo go'ylarimiz bo'lib, uzoq yurishni bormoqdan muvaffaq aylagin. O'zing doimo tamom o'z baroqat kulfatlarini hifzining mo'ynasilagin. Sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in.